Assalamu alaikum, hürmetli televizor körgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük haberler programısıga hammanglar xush kelibsizlar. Men Riyasat İftixar Abdurashid. Bugün düşenbe. Hürmetli körürmenler, tövene diqqatinglar günlük haberler programımızning tafsilotida bo'lsin. Dünya Uğur Qurultayı tarafidan bu yil 12 mart günü Germaniyaning München şəhərindəki Uyğur qarindaşlarımızı mərkəz qılğan halda başlanğan Qurultay işxanası və Uyğur mərkəzi setiliş proqramısı 31 avqust günü muvaffəqiyyətli axırlaşqan idi. 22 oktyabr yekşəm günü yeni setilinğan Uyğur mərkəzində Münchendəki Uyğur cəmaəti üçün naşlıq ziyafəti bərgən Dünya Uğur Qurultayı bu münasibət bilan bu yerni setiliş üçün maddi və mənəvi cəhətdən güc çıxarğan dünyanın hər qaysı yerlərindəki Şərq Türkistonluq qarindaşlarımızga, cümlədən Germaniyadakı qarindaşlarımızga minnətdarlığını bildirdi. Qurultay mərkəzi işxanasındakı xizmətçi xadimlar üçün məxsus işxanalar, yığın zali, məscid və mədəniyyət mərkəzi qatarlıq fəaliyyət sorunları üçün məzkur mərkəzinin özgərtiş və zinətləş basqıçıga rəsmi kirganligini bildirgan Dolqon İsa əfəndim naşlıq ziyafətində təfsili məlumat berib bunlarını dedi. 360 kvadrat metr bir yer. Bəsdə məscidlərimizdə yasaşqı başladı. Bizim ustamız Mehmet Can başladı. Bayanın işlerinden aldığımız günlerde başlayınız. Yani bugün bu bir eçiliş emez. Eçiliş aldığımızı bulduk. Fakat cemaatin küçüğlerinin gayya boğan iken bulanın birinci katım sizlerin fikrinle eliş, sizlerin hukukuna. Biz 1 milyonluk halimizde yolda çıkmağa. Bütün küçüğümüzde kılıp kılsak 500 bin dolarlık bir 500 bin euroluk bir işxanalı bize yolda çıkan ama niyetimiz halı sokaçta Allah bize müşahede nasip oluyor. 1 milyon 100 bin euroga toktu demeye. Belki birazdan keyin Cellacım bizge savatını berdi. Germaniyadan belki 200 bin, 250 bin euro atrafta yığıldı. Kalan 800 bini başka dünyadaki Uygurlar yardım kıldı bizge. Şununla biz şu çakırını çıkarıp da Avustralya'dan, Amerika'dan, belki Melih Cellacım biraz malumat verip öter. Dünyanın Uygurlar'a, devletlerinin hemisinden azdır köptün yardım kılmalılar bu muydu? Demek bu mu? Muşu München'i merkez kılan milli davayımızın siyasi gücünün çakırık gücünün kaynadığını bildirdi. Dünyanın hem yerde Uygur üyalığımız, dünyanın hem yerde işğanalımız seferberlik bulup git bardı hazır. Bizim okulumuz İngiliz yardım kıldık, Germaniye'de her yer yardım kıldılar. Ama bunda bir şekilde biz bunu 6 ayın içinde emel geçirip olduk. Bankadan kredi almadık. Hem dinimizin icabıya hem özümüzün bekadı o kredi demiş töreyimiz diyen nesile. Biz bunu hem milli nimimiz görmek kılıp hem dini asaslarımız hürmet kılan asasla iş kaçırdık. Bankadan kredi asyanı uşak yap çıkıp bu ösüm aram diyen yap çıkmasında onu mu dikkat kaldık biz? Onu mu dikkat kaldık? Bekadı mekadı 50-60 bin 100 bin euro kredi yanı halkımızın yığımızken de onu mu dikkat edip ama onun için halk kıyınaldık. Şunun hem bunun da bütün dünyadaki yurttaşlarımızga, Şərq Türkistanlık qarindaşlarımızga, Dünya Qurultayının müşü hizmetlerini itiraf kıldık o. Torbetler karısanla, Facebook'la karısanla, bizim tırlap dünyada ikimizin kolmaydıgan diyecek vaziyette. O Facebook'tan da kol çıkırıp koyuş asan. O sen alametle koyuş asan. Ama yan çıktın çıkırıp durup 10 dolarını vermek bek kıyım mesela. 10 dolarını çıkırıp vermek bek kıyım mesela. Dünyanın her yerden yan çıktın kolap durup aldı bilen Germaniye'ye kaysanlar, koludunlar. Onun için bunun tesirini dünyanın hem yerdekiler yan çıktın kolap durup bizge bu yardımını verdi. Şunu demek ki oğlumuz hem de bunun urundaydı, özümüzün küçük işneyle birlik, ittifak bolsak kılanmaydığa işimizin yokluğunu bilettik, bu kadın tekrar ispatladık. Ispatladık. Şunun hemenleri bir yerdeydiğiniz köpten köp rahmet. Hem şu küçük boğarlığınızda bu 2 ay, 5 ay gittiğimiz kancık tız kılalsak, üçüncü tız bunun için kiralisak, özümüz için payını alayımız. Aldığımız küllerde bunun Abkas cami aldı bilen camini bir bitirip ibadetlerimizi yaşadı başlayıp ne tutsak işgallarımızdan inşaatı başlasa anındaki bunu dediğimiz giderek bunun bir haberlik sistemleri var. Çünkü üzümüz çoğunluğu gömüyen bilen Xitay bizim pek çok yürekligendi. Bütün dünya Xitay korkutadı ama Xitay'ı biz korkutadımız. Şu adı olup korkunç transit 3 yıldızlık işğanda Xitay pek korkaklık. Meyani göz tekim korkakmıştı. Tekim korkakmıştılar. Şunun için bunun bir haberlik sistemleri var. Bu nesli olanın hemimizi taş Mehmet'le sözleştik. Bir yerde inlerimiz var yana elektrik teknikimiz. Çünkü biz en az pul bilen, imkan boz pul kaçırmayı durup dua bilen pütürmek yapıyoruz. Dua bilen pütürümüz.
Şunun hem ahırda ama bana yasaydığı işine hem silahını koyanlar bu şart taşap koyumuz sanın meyli bunu çıraylık yasaydı hem de yani kıtlık taz olsan gerdengi çoktu biraz yani kolumuzu yançığımız sepakaydı tüçük olup kalan yerlerde bir paç pula çıkıp kalan tekrar yerimiz olsa şunu çıksak bir şey yazışımız gerekecek şiki hem de başladık bunun derslerine yani de hem benim dua veren bombaydı dua veren bombaydı dua kıldığı yerimizin var biraz oturup taşlaydığı yerimizin var şunu bu cihetten yani sizlerin yardımını aldığımız günlerde ihtiyacımız oldu. Allah razı olsun. Çok rahmet ederim. 21 oktyabr Belgiya Uyghur Cemiyetining raislik saylami Belgiyaning Limburg shtatida o'tkazilgan bo'lib, saylamda necha yildan beri Belgiyada Uyg'ur irqi qirg'inchiligini hukumatga e'tirof qildirish, jamoat xizmati va har xil namoyishlarda aktivligi bilan tanilgan yosh ziyoli va siyosiy faoliyatchi Ekber Tursun ushbu jamiyatning raisi bo'lib saylangan. Belgiya Uyg'ur Cemiyetining bu to'g'riliq bergan uqtirishida aynan mundaq deyilgan. Cemiyetimizning bekitgan qoida prinsiplari bo'yicha oldingi navbatlik rais o'zining 4 yillik raislik muddatini tamomlab istiqo bergandan keyin jamiyatimiz jamoat vakillari bilan bir necha oylik tayyorlik qilgandan keyin 21 oktyabr kuni cho'ng mashrab orqali umumiy saylam ilib bordi. Jamoat vakillaridan tashkil topgan saylam komiteti rais saylami haqida jamoatni vaqtida uchur bilan ta'minladi. Rais kandidat iltimos uchun bekitilgan muddatda faqat bir nomzod o'zining kandidatlik ko'rsatganligi va shu shartga to'shqanlik uchun saylam bir nomzod bilan bo'ldi. Meşrepga qatnaşqan 120 nafar kishining to'liq ovoz berishi va 32 nafar xonimning telefon orqali ovoz berishi bilan jamiyatimizning sobiq bosh kotibi Ekber Tursun apandim 152 ovoz bilan tashkilotimizning navbatdagi raisi bo'lib saylandi. Jamiyatimiz sobiq rais Abdullah Imarov apandimning oldingi navbatlik raislik muddatida qilgan barliq tirishchanligi va emgikini to'liq e'tirof qiladi. Raisimiz Ekber Tursun apandim bir oy ichida jamiyat a'zolarini qaytadan ratlash va yangi hay'at a'zo qabul qilish orqali tashkilotimizni qaytadan kuchlantirdi va vatan millat uchun jamoat bilan birga xizmatini boshlaydi. Saylam qatnaşqan va qo'llab bergan vatanparvar qarindoshlarimizga cho'nqur rahmatimizni bildiramiz. Qurultay raisi Dolqin Isa apandim bu munosabat bilan qilgan tabrik so'zida Qurulgan tarixidan e'tiboran qurultay tarkibida xizmat qilib kelayotgan Belgiya Uyg'ur jamiyatining Uyg'ur davosiga jumladan Belgiyadagi Uyg'ur jamoatining birligi va ittifoqlik uchun ko'rsatgan xizmatlarini e'tirof qilish bilan birga Ekber Tursun apandimning yangi vazifasini tabriklaydiganligini va Uyg'ur davosining xalqaro vaziyatda muhim o'rinda turayotgan bir paytda da'voga aktivlik bilan ovoz qo'shayotgan iqtidorli yoshlarimizning kun sayin ko'payayotganligidan to'liq suyunganligini ifoda qildi. Ve sobiq rais Abdullah Imarov apandimning Uyg'ur davosi uchun qo'shgan to'hfasiga va qurultay bilan bo'lgan hamkorligiga rahmat aytadiganligini bildirdi. Belgiya Uyg'ur jamiyati 2008-yili qurilgan bo'lib, har 4 yilda bir qatam Belgiyaning har qaysi yurt va shaharlarining yigit boshlarining bir yerga yig'ilib saylam o'tkazish orqali rais saylanib chiqadigan bo'lib, o'xshash vaqtda yigit boshlarining 5i bo'lib, cho'ng yigit 5-lik vazifasini bajardi. Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyatining tashabbusi va tirishchanligi bilan Uyg'urlar zich o'ltiraqlashgan mahallalarda Uyg'ur tilini o'qitish kurslari ochilib, Uyg'ur farzandlari o'z ona tilida o'qishga boshladi. 1989-yili Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyati qurilganda, jamiyat Uyg'urlarning tili, san'ati, urf-odati va madaniyatini saqlab qolishni asos maqsad qilgan. İttifaq jamiyati tarafidan Uyg'urlar zich o'ltiraqlashgan mahallalardagi maktablarda Uyg'ur tilini o'qitish yo'li qo'yilgan bo'lsa-mu, 2010-yildan keyin ma'lum sabablar bilan to'xtab qolgan. İttifaq jamiyatining raisi Tursuntay Salimov boshliq hay'atlarning tirishchanligi bilan 2023-yili 16-sentabrda Qirg'iziston Uyg'urlar ittifoq jamiyatining ishxonasida Bishkek, Qorabalta, To'qmoq shaharlaridan va Bishkek shahrining atrofidagi yezlardan kelgan Uyg'ur tilini o'qitadigan muallimlar uchun Uyg'ur tili va adabiyotini o'qitishning usullari temasida tarbiyalash kursi ochilgan edi. Tarbiyalash kursiga Qirg'iziston Uyg'urlar ittifoq jamiyatining raisi Tursuntay Salimov, muavin raisi Tursuntay Nazarovlar va rus maktablarida matematika, fizika, ximiya, rus tili va boshqa fanlarda o'qituvchilik qilgan 15 muallim qatnashgan. Bu muallimlarni tarbiyalash kursining yetakchiligini bo'lsa, dotsent Ekberjon Bogdanov ilib borgan edi. Ekberjon Bogdanov apandi o'qituvchilarga Uyg'ur tili va adabiyotini o'qitish programmasi, dars planlari va o'qitish metodlarini tushuntirgan edi. 2023-yili 7 oktyabr kuni Bishkek shahrining Alomidan kichik rayonida Tetis mahallasida Lebudanovka, Pokrovka, Belovitskiy va Komsomol yezlarida boshlangan Uyg'ur tilini o'qitish kurslari muvaffaqiyatli holda davomlashmoqda. Dünya Uyg'ur qurultiyi, Yaponiya parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhi, Yaponiya Uyg'ur jamiyati,
Xalqaro parlament a'zolari birligi va Xitoydagi kishilik huquq tajovuzchilik qilmishlarini tekshirish parlamentarlar birligi qatorliq o'rinlar tarafidan bu yil 10 oyning 30 kunidan 31 kunigacha Yaponiya parlamentida o'tkaziladigan Xalqaro Uyg'ur munbiri yer shari va parlament a'zolari yig'ini nomli zo'r tipdagi muhokama yig'inining butun jarayoni sizlar ko'rayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasi orqali naq maydondan bevosita tarqatiladi. Stansimizning naq maydon tarqitish vaqt jadvali tovandikicha 29 oktyabr vakillarni qarshi olish murosimi va Uyg'ur madaniyat san'at kechiligi naq maydondan tarqitish Tokio vaqti 18 da boshlandi. 30 oktyabr yig'inning ochilish murosimi va muzokaralar vakillar bilan o'tkaziladigan suhbatlar naq maydondan tarqitish Tokio vaqti atgan soat 9 dan 15 da boshlandi. 31 oktyabr umum muhokama, xulosa va yepilish murosimi naq maydondan tarqitish Tokio vaqti atgan soat 9 dan 15 da boshlandi. Stansimizning yuqorqi naq maydon tarqitish orqali 20 dan ortiq davlatdan Tokioga kelib yig'inga bevosita qatnashadigan parlament a'zolari, yuqori darajalik siyosiy arboblar, diplomatlar, BDTning dokladchi xodimlari, oliy darajalik tadqiqotchilar, tonilgan advokatlar va qonunshunoslar, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullarini o'z ichiga olgan ko'p sondagi aziz mehmonlarning Uyg'urlarning taqdiriga munosabatli qimmatli fikr qarashlari, tekliflari va tavsiyalaridan bevosita xabardor bo'la olasiz. Stansiyamizga a'zo bo'lishni unutmang va Uyg'ur xalqining muhojirat tarixida tunji qatim chaqirilayotgan Uyg'ur masalasi bo'yicha xalqaro parlament a'zolari yig'inining umumiy jarayonidan vaqtida xabardor bo'lishga tirishing. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sunduq. Keyin qatimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.